iymon keltirgan va solih amallarni qilganlarni esa abadiy yashaladigan, ostidan anhorlar oqib turadigan bog'lar jannatga kiriturmiz. Ular uchun u yerda pokiza juftlar bor va ularni qalin soyalarga kiriturmiz. Taqvolilar uchun va'da qilingan jannatning misoli, uning ostida anhorlar doimo joriy, mevalari va soyalari boqiydir. Bu taqvo qilganlarning oqibati mukofotidir. Kofirlarning oqibati esa do'zaxdir.